Assalomu alaykum usta akalar. Cobalt mashinasi start stop qo'ygan vaqtda blokirovkani ishlatish uchun relay o'zining sistemasida blokka tushgandan keyin blokdan chiqish qiyin bo'lib qoladi. Shuning uchun oddiy mikro relay bilan 4 ta diod yetarli menimcha. Tak, hozir просто проверка uchun sentr zamok relay bo'lib qo'yibman. Ya'ni aksiya bilan garishlaysim ildi ochtaniki. Mana kontrolga qarab turamiz. Ildi ochdi. Ildi ochdi. Ana bemalol plus minus uni o'zgarib keladi. Oddiy diodni shu sistemada daqsansizlar, %100 ishlaydi inshaalloh. Tak, bu ikki aksiyani minusga ya plusga berasizlar. Mana bu ikki tarafni qizilni, mana ham ya plusga minusga berasizlar. Xolos, qaysi olsam. Bunda chiquvchi, bunda ham chiquvchi. Start stopga chiqib ketadi. E'tiborlaringiz uchun katta